tashkiloti marosimini ochib berish uchun so'z navbatini texnikumimiz direktoriga beramiz. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar, aziz mehmonlar, ota-onalar va qadrli o'quvchilar. Mana bugun texnikumimizda yana bir muhim bir tadbirini nishonlayapmiz. Ya'niki yuksak ma'naviy mazmunga ega bo'lgan muhim kun. Bu o'quvchilarni qasamyod qabul qilish marosimi munosabati bilan sizlarni mana shu tadbir bilan chin yurakdan tabriklayman va mana shu tadbirni tashkillashtirishda ishtirok etganingiz uchun sizga mana shu tadbirni tashkillashtirishdan bosh bo'lgan ustozlaringizga ham, yuzlaringizga ham alohida minnatdor. O'zbekiston Respublikasining mustaqilligini, uning konstitutsion tizimini, demokratiya va qonunchiligini, xalq tomonidan saylangan mamlakat prezidentining obro'yi, sha'ni mustahkamlash va saqlashga, mustaqil O'zbekiston Respublikasi fuqarosining shon sharafini asrab-avaylashga, jamiyatning siyosiy barqarorligini, fuqarolar osoyishtaligi va umumiy totuvlikni eng yuksak qadriyat sifatida saqlashga, mustaqil vatan taqdiri bilan o'z taqdirimni chambarchas bog'lashga, butun faoliyatimni ona diyorimga va buyuk kelajagiga baxshida etishga, vatanimning taraqqiyotiga va gullab-yashnashiga hissa qo'shishga, uning 21-asr jahon hamjamiyatidan munosib o'rin egallashiga safarbar etish. Xalqimizga xos bo'lgan yuksak ma'naviy qadriyatlar va insonparvarlik an'analari oilaga, mahallaga, yosh ulug'larga, o'qituvchilar, ustozlar, murabbiylarni hurmat qilishni doimo esda tutishga va ularni ulug'lashga, ota-ona oldidagi farzandlik burchimni unutmaslikka, uni to'la ado etishga, yurtdoshlarim, o'rtoqlarim oldida o'zimni kamtarona tutishga, ular bilan do'stlik aloqalarini mustahkamlashga, mehnatsevar, jismonan chiniqqan inson bo'lishga, vatan va millat oldidagi insoniylik va fuqarolik burchimni halol ado etishga, vatanim, elim, yurtimni ko'z qorachig'imdek asrashga, O'zbekiston Respublikasining barcha fuqarolarini millati, irqi, dinidan qat'iy nazar hurmat qilishga, umrim yo'lida va kasbimda muvaffaqiyatga erishish uchun tantanali qasamyod qilaman.